Tez-tez bosh og'rig'idan shikoyat qilasizmi? Bunday holatda nima qilish kerak? Xo'p, bosh og'rig'i tez-tez bezovta qiladigan bemorlarda albatta bosh og'rig'ini sabablarini aniqlash kerak, zarur bo'ladi. Bosh og'riqlari, demak, birlamchi yoki ikkilamchi bosh og'riqlariga bo'linadi. Birlamchi bosh og'riqlar asosan organizmda hech qanday shikoyatlar bo'lmaganda, analizlarda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaganda yoki demak o'sha bosh miya MRT yoki MCKT tekshiruvida hech qanday organik o'zgarishlar bo'lmagan holatda kuzatiladigan bosh og'riqlari birlamchi bosh og'riqlar sanaladi va bular ham o'z navbatida bir necha turlarga bo'linadi. Birlamchi bosh og'riqlariga migren, zo'riqish bosh og'riqlari va klaster bosh og'riqlarini kiritishimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkilamchi bosh og'riqlari ham mavjud bo'lib, ikkilamchi bosh og'riqlar bu demak bosh miyaning MRT va MCKT tekshiruvlarida organik o'zgarishlar aniqlansa yoki bo'lmasa boshqa tana a'zolarimiz, jigar, buyrak, oshqozon ichak sistemasida qanaqadir patologik jarayonlarning bosh miyaga ta'siri natijasida yuzaga keladigan bosh og'riqlar ikkilamchi bosh og'riqlar hisoblanadi. Va bosh og'riqlarni davolaganda albatta mana shu yuqoridagi sabablarning qaysi biri ekanligi aniqlanib, ana shunga qarab davo chorasi ham har xil bo'ladi va dorilar ham shunga qarab har xil tarzda yoziladi.